Qibray tumanida ham yashab, ham tijorat bilan shug'ullansanglar bo'ladigan top lokatsiyadagi obyekt. Qibray sentrdan 8 km, Bahor to'yxonadan 5 km, yo'l yuzidan 100 metr masofada joylashgan 8 sotuv maydonga ega, plus 3 sotuv samazahvati bilan birgalikda o'zini tarkibida 44 kvadrat metrga ega do'koni bilan sotuvga qo'yilayotgan ushbu obyektimizni fasadiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, naq 29 metrni tashkil etadi. Yashash maydonlari 300 kvadratdan iborat. Ma'lumot uchun do'konimizda naq 10 ta xolodilnigimiz qoldiriladi. Hovlimizga kirib keluvchilarda naq 4 ta mashinaga mo'ljallangan vezga ko'zingiz tushadi. 2 qavatli imoratimiz ham mavjud. 2002-yil barpo qilingan 6 ta xonadan iborat to'g'ri shaklga ega yerimiz ham mavjud. 3 sotuv samazahvatimiz, umumiy maydoni 11 sotuvga ega. 3 sotuv samazahvati privatizatsiya qilish imkoniyatlari mavjud. Barcha kommunikatsiyalar, sharoitlar qilingan, qadrli do'stlar. Yangi tepa shochklar qo'yilgan. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 200 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatiga muvofiq kelishiladigan joyi bor, ham tijorat, ham istiqomat. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.